Biror narsa qilish kerak. Miya shakarga qaram bo'lib qoldi. Men roziman. U mazza qiladi, azobini biz chekamiz. To'g'ri, menga qarang. Men shakar tufayli qora dog'lar orttirdim. Axir men o'tmoqchishman. Anda emas. Men ham shakar tufayli yog'li palto kiyishim kerak. Hatto yozda ham. Siz istalgan vaqtda qon quyulishiga duch kelishingiz mumkin. Arteriyalarda tirbandlikni ko'rdingizmi? Miyaning do'stlari menga xabar berishdi. Boshqa bir do'stlari infarkt va diabetdan o'libdi. Yetar yigitlar, mas'uliyatni o'z zimmamizga olishimiz kerak. Yigitlar, qaranglar, men nima olib keldim? Mazali, norozilik bildiramiz. Biz endi sizning yaqin do'stlaringiz emasmiz. Tortlar va shirinliklarni yo'qotmaguningizcha. Oshirib olmayapsizlarmi? Siz va shakar tufayli men ikkita akamdan ayrildim. Ha, aytorman. Ammo sizlar o'tisizlar-ku. Bundan tashqari baland xolesterin, yurak xuruji va artrit, Alzheimer kasalliklari yaqin. Men bilmagandim. Meni kechiringlar, agar qo'llaringdan kelsa, bularning barchasiga faqat siz barham bera olasiz. Men va'da beraman, shakardan voz kechdim. Ura, biz shakardan xalos bo'ldik. Emiya, 30 daqiqadan beri chekmayapsan. Senga nima bo'ldi? Voy!